Bugun qozonni baland yondirib, uyg'urcha manpar somyan tayyorlaymiz. Birinchi bo'lib lag'mon piltasini tayyorlab olib, piltalardan yirik katta manparlarni uzib qaynatib pishirib olib, manparlar bir-biriga yopishib qolmasligi uchun yog'lab qo'yamiz. Svetofor bolgarskilarni qizib turgan yog'da 20 soniyagina qovurib olib, marinovka qilingan go'shtni qovurishni boshlaymiz. Go'shtni 15 daqiqa davomida qovurib, suvni ketkizib qizartirib olib, piyozni qo'shamiz. Piyozni 3-4 daqiqa davomida qovurib olganimizdan so'ng, premium klassdagi go'zal qizartiruvchi mazasida umuman taxiri bo'lmagan totli tomatli pastasidan qo'shamiz. Pomidorni suvi ketguncha qovurib olganimizdan so'ng, basay va selder poyasini qo'shib 2 daqiqa qovurib olib, chesnok, bolgarskiy tuz va ziravorlar bir marta aralashtirib olib, manparni qo'shamiz. Manpar ustiga soya sousi, uyg'ur sirkasi, selder barglari, ko'k chesnok qo'shib, yaxshilab aralashtirib olsak, lazzatli bo'lgan manpar so'man taomi tayyor. Ushbu ajoyib uyg'urcha manpar so'man taomini yaqinlaringiz uchun albatta tayyorlab ko'ring. Agarda sizga retsept ma'qul kelgan bo'lsa, meni duolaringizda eslab qo'yishingiz yetarli.